oddiygina, maydigina, missigina Surxon qizi, qishloq qizini yillar davomida kuzatib, meni ishlash uslubim, yo'nalishim va noodatiygimni hurmat qilib, yashash tarzimga qiziqib, meni duximni, shijoatimni va bu narsalarni qayerdan olayotganimni, farzandlarimni, qanotlarimni o'stirish jarayonlarida nimalarga e'tibor berishimga qiziqqaningiz uchun menga obuna bo'ldingiz, to'g'rimi? Bugun ijtimoiy tarmoqni kuzatdim, statistikalarimni ko'rdim va bor yo'g'i 300 ta odam qo'shilsa, meni oila a'zolarim soni 700 mingga yaqinlashar ekan. Gullar, lolalar, noodatiy estetik video olishni o'ylab ko'rdim, lekin bu qarorimdan qaytdim va aynan shu gullarga va boshqa ortiqcha narsalarga xarajat qilmasdan bir xayr ishni boshladim va bugun aynan kechki vaqtda ro'za Ramazon oyining birinchi kunida, birinchi iftorligida ushbu videoim bilan siz azizlarim, oila a'zolarim bilan bo'lishmoqchiman. Hech qayerda ko'rmagan, hech qayerda eshitmagan, hech qayerda kuzatilmagan uslublarni aynan men, ovoz gladiatori, ovoz akusher ginekologi Master Jabborova Dubay hamda Ozarbayjon Bakuda, O'rta Osiyoda tan olinganligim uchun meni ayrimlaringiz hurmat qilasiz, ayrimlaringiz esa yoqtirmaysiz. Uni ham bilaman. Ayrimlaringizga ovozim hattoki yoqmaydi, ayrimlaringiz esa erta tongdan kechki vaqtgacha meni ovozim bilan uyg'onib uyquga ketasiz. Men hammaga birdek yoqa olmayman, lekin men o'shaman. Men 8 yildan oldin qanday inson bo'lgan bo'lsam, 8 yil o'tib shu inson bo'lib qoldim. Faqatgina liboslarim o'zgargan bo'lishi mumkin. Labimdagi pomada oldin oddiy bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda Chanel bo'lishi mumkin. Lekin asilligim, asl skeletim, asl modelim, asl ovozim o'sha. Shu bois bugun shu video bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Balkim bugunning o'zida kechgacha 300 ta odam yig'ilib 700 ming k bo'lamiz. Bo'lmasak ham hech qisi yo'q. Mehnat qilishda, harakatda hech qachon to'xtamayman. Barchangizga shu vaqtgacha men bilan yelkama-yelka turgan har bir opa-singillarim, aka-ukalarimga cheksiz rahmatlarimni aytaman. Bugun yangi video postni joylayman va hammangizga shunday chiroyli xayr, savob ishlarga qo'l urishingizda va mana shunday insonlarga yordam bera olishingizga, sababchi bo'lishingizga tilakdoshman. Endi esa o'z olamim tomon farzandlarim, o'quvchilarim duxlarini, shijoatlarini yorib olishda yordam berish uchun ketyapman.